Eng yomoni bu miopiya kasalligi bilan glaukomani birga uchrash. Nega? Chunki miopiyada ko'zda minusi juda yuqori bo'ladi. Ba'zilarda -10, 15, -10-15 odam ko'rish xiralashishiga moslashgan bo'ladi. Ya'ni farz qilyapsizmi 10-15 qanaqangi xira. Sizni yuzingizni ko'ra olmaydi. Qaralganda ko'zni bunday qilmasa yaxshi ko'rmaydi. U odam ko'zini xiralashganini o'zini minusi bilan bog'laydi. Mani ko'zim deydi minus, o'shaning uchun xira ko'ryapman deb tabiiy hisoblab qoladi va bu juda yomon oqibatga olib kelishi mumkin. Agar glaukomalarni olsak, o'shalarning juda ko'p qismida miopiya bilan birga uchraydi. Miopiya kasalligini o'zi glaukomaga olib kelishi ehtimoli juda yuqori, chunki ko'z katta va ko'zni ichidagi suvda drenaj sistemalari ko'z kattalashgan sari o'zini ishlashini yo'qota boshlaydi. Ishi yaxshilanmaydi. Ya'ni suvni chiqarib tashlash funksiyasi yaxshi ishlamaydi. Ko'z ichki suvni. Ko'z suvi oshaveradi va ko'zda bosimi oshib, ko'zda glaukoma kasalligiga olib keladi.